ruhning demak yerga keldi, ma'lum bir missiyasi bor dedik. Yerda yashab o'tish kerak bo'lgan. Bu nima? Bu qanaqa missiya? Hamma uchun yagona narsa bo'lgan bu hislar. Biz yer shariga hislarni yashab o'tish uchun kelganmiz. Tashqi olamda bo'ladigan ixtiyoriy vaziyat bu shunchaki bizni aynan shu hisni his qilishimiz uchungina sodir bo'ladi. Demak, tashqari tomonda sodir bo'ladigan ixtiyoriy vaziyat bu siz shu tuyg'uni his qilishingiz uchun bo'ladi. Deylik, siz nafrat tuyg'usini his qilish uchun kelgan bo'lsangiz, agar ko'chada ketayotgan umuman begona inson sizga yomon munosabatda bo'lsa, siz g'azab qilmasligingiz mumkin. Lekin aynan sizni eng yaqin insoningiz sizga yomon munosabatda bo'lsa, siz g'azab qilishingiz mumkin. Shu uchun ssenariy tanlanadiki, bu ssenariy bo'yicha siz g'azab tuyg'usini his qilishingiz uchun ko'chada begona emas, aynan sizni yaqiningiz tomonidan sizga qanaqadir ko'ngilsiz vaziyatlar sodir bo'lishi kerak. Boshqa ruh uchun esa boshqacha ssenariy. Unga o'sha o'zini yaqinlarini emas, tashqi tomondagi insonlarning fikri ko'proq muhim. Demak, unga boshqacha ssenariy tanlanadi. Demak, asosiy vazifamiz bu xohlasangiz, xohlamasangiz, tan olsangiz, olmasangiz, aynan mana shu hislarni yashash uchun kelganmiz. Va bizni energetik yachekamiz bor. Asalari inini tasavvur qiling. Mana shu bizning manadamiz hisoblanadi. Har bir ruhning manadasi bor. Toki mana shu yacheka to'lmas ekan, biz yashab o'tishimiz kerak bo'lgan hislarga to'lmas ekan, ruh mana bu tanada vazifasini oxirigacha yetkaza olmasa, u yana qayta boshqa tanada hayotga keladi. Nima uchun? Yakunlanmasdan qolgan o'sha yachekani to'ldirish uchun. Shu uchun e'tibor bergan bo'lsangiz, kimlarnidir hayoti rostdan ham juda oson, yengil, ammo tez sodir bo'ladi, u xohlagandek sodir bo'ladi. Buni sababi uning ruhiy tajribasiga bog'liq. Ya'ni avvalgi hayotida u yetarli darajada ma'lum bir ssenariylarni yashab o'tish orqali u to'ldirgan bu yachekani. Sizda esa sal boshqacha bo'lishi mumkin. Demak, bu manada har bir informatsiya mavjud. Qanaqa informatsiya? Siz yerda yashab o'tishingiz kerak bo'lgan ssenariylar haqidagi informatsiya mavjud. Va biz buni yer sharida taqdir deb ataymiz.